Ushbu loyiha bir kontur bir mahsulot yo'nalishida Mikrokreditbank, Kosonbank xizmatlari hamkorlikda Qashqadaryo viloyat Koson tuman tinchlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 714 konturdagi umumiy yer maydoni 19 gektar, uzunligi 584 metr kvadrat va 320 metr kvadratdan iborat bo'lgan konturda amalga oshirilyapti. Bu yerda tarvuz mahsulotlari ekilgan. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parishlanib kelmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish va gullash holatida. Ekinlarni yetishtirish 90-100 kun atrofida davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirib kelinmoqda. Ushbu loyiha 19 dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaliklari uchun 1 gektar yer maydoni ajratib berilgan. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Ibrohim daromad ishlab chiqarish kooperativi mazkur konturda mas'ul etib belgilangan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan o'rtacha 35 tonnadan umumiy 615 tonna mahsulot olish rejalashtirilgan. Mazkur tarvuz ekinlari yig'ishtirib olingandan so'ng ham ikkinchi ekinda ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali bu yerdagi dehqon xo'jaliklarining daromadlarini oshirib borish rejalashtirilgan.